zaboni. Lekin yomon ko'rib qolmaymiz ularni, bilamiz juda yaxshi ko'rarlar bizani. Bizni yomon degani ko'rsatadilar kunini, bizlar ham juda sevamiz ularni. Tabriklaymiz, bayramingiz muborak bo'lsin, ushbu tabassuminglar bir umr qolsin. Ko'nglingiz yoshlikka, shodlikka to'lsin, yoshingiz 100 ga yetsin, undan ham o'tsin. Ustozim jonim, mening mehribonim, ilm to'lagonim, shirin zabonim. Ustozim jonim, mening mehribonim, ilm to'lagonim, shirin zabonim. Ustozlar bor, hayot davom etadi. Ular bo'lmasa bizga kim o'rgatadi? O'rgataman deb hayotlikka ketadi, lekin bizani yaxshilikka etadi. Ustozlarimiz jonimiz, bizni mehribonimiz, ilm to'lagonimiz, shirin zabonimiz. Ustozimiz jonimiz, bizni mehribonimiz, ilm to'lagonimiz, shirin zabonimiz. Ustozim jonim, mening mehribonim, ilm to'lagonim, shirin zabonim. Ustozim jonim, mening mehribonim, ilm to'lagonim, shirin zabonim. Yosh ustozlar va aziz o'quvchilar, bizning bugungi Xayr birinchi ustozim tadbiriga xush kelibsiz. Davramizga bitiruvchi sinflardan 4-A sinfni taklif qilamiz.
Vatan bizga jonajon xizmatida, mehnatida biz tayoqmiz. Onajonim bizlari quyosh bizni poklaydi, go'zal shirin allalar meni o'ziga joyladi. Eng mehribon onam, yaxshi inson onam, baxtim gamon bo'ling, o'zimni jonim onam, ikki ko'zimning nuri, yuragimning huzuri, hayotimning sururi o'zimni. Ajinlar yarashayin nurli yuzga, farishta mahli yoshini so'zga, boslatma yosh berma mahzun ko'zga, faqat onajon asragin o'g'lim. Onajonim yuzlari quyosh misli porlaydi, go'zal shirin allalar meni o'ziga chorlaydi. Seni onam deyman yo bebahoyim, ta'rifingga tengin topmadim aslo. Yozib qo'ydim millionlab so'zlarni, ta'rifingga tengin topmadim aslo. Dunyolarga arishmasdan tuprog'ingni, so'ndirmagan bobolarim yaprog'ingni, islom bobom
ishtirokchilari. Mana bugun Beruniy tumani 46-o'rta ta'lim maktabida katta tantana, shodiyona 4-sinf o'quvchilarimizning bitiruv oqshomi. Mana shu fursatdan foydalanib 4A sinf rahbari Eshmbetova Darixani bugungi katta bayram bilan tabriklayman. Ham aziz bolajonlarni mana Darixani 3-qaldirg'ochlari menimcha bu o'quvchilar ham oldingi o'quvchilar kabi komil farzand bo'lib, vatanimiz reytingiga hissa qo'shadigan, maktabimizni shon sharafini himoya etadigan farzandlar bo'lib yetishsin, o'quvchilar bo'lib yetishsin. Bularning orasida olimpiada g'oliblari, olimpiada chempionlari yetishib chiqsin. Nima desam ekan, qani ota-onalar, sizlardan ham so'raydigan bo'lsalar, tabrikdan bo'lsalar taklif etaman. Merhaba, assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Mana bugun bizlarning xayr birinchi o'qituvchi tadbirimizga hammangizga sizlar rahmat deganlaringiz uchun bu mening rastanom 3-qaldirg'ochlarim kelajakda hayotda o'z o'rnini topib, eng kamida o'zimga o'xshagan o'qituvchi bo'lib, ota-onasi hamda o'zim bir faxrlanib yuradigan o'quvchilar bo'lishini tilab qolaman. Endi bulardan o'zim ham xursandman, o'zimning ko'nglimdagidek o'quvchilarim deb hisoblayman. Buning uchun ota-onalar sizlarga da katta rahmat. Albatta bunda sizlarning ham hissangiz bor. Rahmat aytaman hammangizga. Hayotda o'z o'rnini topib, albatta sizlar keyin men faxrlanib yuradigan farzandlar bo'lishini tilab qolaman. Sizlarga da katta rahmat. Ota-onalardan nimalar tilaysiz? Omad tilayman, sayrasan omad tilayman, ishlarimizni omad, shu qancha maktabdan o'sha omad bo'lsin. Ular shu maktabdan mening bolalarim, qizlarim Xudoga shukr, qayerlar o'qidimni hammasi oliy ma'lumotda yaxshi ishlarda ishlayapti. Salomat tilayman, bolalarimni sog'lik salomatlik, salomat tilayman. Rahmat. O'quvchilarga keyingi ishlarida, o'qishlarida omad tilayman, o'qituvchilarga ishlariga rivoj, ko'plab shunday aqlli, bilimli sinflarni yetishtirib chiqarishlariga omad tilayman. Sizga rahmat, Xudoyim shunday bolalarimizni o'qitib, bilimli berib o'tirsiz. Direktorlarimizga da, o'qituvchilarimizga da Farzandlarimizning uch kechasiga oila farzandlarimiz o'qimoqda, olmoqda, yetishishga boshman qayerda o'qidilar, desa 6 maktabda o'qidim deb aytib o'qimoqda farzandlar bor. Bolalarımızga qarashdingiz. Zarifamiz hamda katta rahmat. Doim birday shunday chiroyli bo'lib yasharib yuraversin. Rahmat, ishlarga omad.
ediyor. Sarıkla sizde kendini yaşamasın. Rahmat sizga. Keyingi ishlaringizda da omad tiling. Xudoyim qizlaringiz yaxshi o'qishlarga kirib, kim o'qitdi desa, darhaqiqat birinchi ustoz darhaqiqat deb o'tiradi. Rahmat hammangizga. Ustozlar, ota-onalar, darhaqiqat sizga katta rahmat. Farzandlaringizni shunday darajaga yetkazdingiz, bilim berdingiz, tarbiya berdingiz. Va bunda yanada YouTube'dan ko'rishimiz sizga nasib etsin. Rahmat kattasi. Assalomu alaykum ustozlar. Farzandlarimizga katta bayramga yetuvchi tabriklaymiz. Katta rahmatga mehnatingizni oxirgi kunlarga kirishingizga
bo'lib yetishsin. Bizlar tadbirimizning oxirida bizlarni shunday darajaga yetkazib, hammamizni shunday voyaga yetkazgan ona haqidagi qo'shiq bilan tadbirimizni yakunlamoqchimiz. Ona bir qo'li bilan beshik tebratsa, bir qo'li bilan dunyoni tebratadi. Albatta, haqiqatan ham bizdek ustozlarni, bizni boshqarayotgan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bundan o'tgan buyuk bobolarimiz Alisher Navoiy, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Boburni ham ko'p tuqqan, ko'p dunyoga keltirgan albatta ona. Sizlar ham tarixda o'z nomingizni qoldiradigan buyuk insonlar. Mana shunday onalar orqasida albatta yetishamiz. Men ham shu darajaga o'z onam orqasida shunday darajaga yetishdim. Shuning uchun bugun bizlar tadbirimiz yakunida onalarimiz haqida qo'shiq bilan yakunlamoqchimiz. Hammangizga yana bir bor rahmat, o'quvchilarga esa kelgusi hayotda omad, men va ota-onangiz faxrlanib yuradigan buyuk va ulug' inson bo'lishingizga tilakdoshman. Oq va bizning tadbirimizning tashkiliy qismi bor. 2025-yil o'quv yilida a'lo baholarga o'qib, namunali xulqi bilan jamoat ishlarida faol qatnashgan o'quvchilarni maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliq bilan taqdirlaymiz.
24-25 o'quv yili davomida a'lo baholarga o'qib, jamoat ishlarida faol qatnashgan o'quvchilarimizdan Beruniy tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 46-o'rta ta'lim maktabining 4-A sinf o'quvchisi darslarda faolligi va tadbirlarga faol qatnashganligi uchun Ibadulloyev Tahir. Keyingi o'quvchimiz darslarda faolligi uchun, tadbirlarda ham faol qatnashganligi uchun Azatboyeva Shamsada.
jamoat ishlarida juda faol qatnashdinglar. Endi oldingizda katta yo'l turibdi. Endi 5-sinfdan boshlab mas'uliyatliroq bo'lishlaringizni talab etamiz sizlardan. Demak, mana shu sizlarga bilim bergan, yozishni, o'qishni o'rgatgan ustozimizni bergan, qilgan mehnatlarini yuzaga chiqarasizlar degan umiddamiz. Sizlarning orangizdan olimpiada g'oliblari chiqishini va bizning va ota-onangizning ishonchini oqlaysiz degan umiddaman. Oq yo'l aziz bitiruvchilar. Oh